Mirjalol Media YouTube kanal obunachilari, hammangizga xayrli kun. Hozir qarshingizda ko'rib turgan modelimiz BYD E2 avtomobili hisoblanadi. Buni qisqacha obzorini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. LED parolar bilan jihozlangan va o'zini logotipini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu avtomobilimiz bitta zaryadkada 405 km masofani bosib o'ta oladi. Buni zaryadka joylari ikkita bo'ladi. Bistri zaryadkasi, keyin medlenniy zaryadkasi bo'ladi. Bu bistri zaryadka, ya'ni tez zaryad quvvatlanishda 7 soatda to'ladi uy sharoitida. Medlenniyda esa 13-12 soatda to'ladi. Mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsak, maksimal tezligi 160 km/soatni tashkil qiladi. Ot kuchi esa 95 dan tashkil qiladi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamaysizlarmi, sog'liqlar, mazzalar yaxshimi? Xo'p do'stlar, hozir biz Termizdamiz. Termiz avtosalonida, ya'ni BYD mashinalarida obzor qilib berishga keldik va narx-navolarni tanishtirishga harakat qilamiz. Hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish obязательно esingizdan chiqmasin do'stlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Biz chotki qilib narx-navolarni va pozitsiyasi qanaqa, aksiyalar qanaqa bo'lyapti, hozir to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz do'stlar. Paginali. Xo'p do'stlar, bu mashina haqida to'liq ma'lumotni, narx-navolari haqida Nasibaxon xudo xolasa obzor qilib beradi. Nasibaxon, yaxshimisiz, zo'rmisiz, charchamaysizmi? Assalomu alaykum Mirjalol Media YouTube kanal obunachilari, hammangizga xayrli kun. Hozir qarshingizda ko'rib turgan modelimiz BYD E2 avtomobili hisoblanadi. Buni qisqacha obzorini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. BYD E2 avtomobilimiz LED parolar bilan jihozlangan va o'zini logotipini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu avtomobilimiz bitta zaryadkada 405 km masofani bosib o'ta oladi. 405 km dedingiz, ha? Ha, 405 km. Bu avtomobilimizni balonlariga keladigan bo'lsak, mягкий balonlar 17 lik diska bilan jihozlangan. Mashinamiz to'liq zaryadkada 405 km bosib o'tadi. Buni zaryadka joylari ikkita bo'ladi. Bistri zaryadkasi, keyin medlenniy zaryadkasi bo'ladi. Bu bistri zaryadka, ya'ni tez zaryad quvvatlanishda 7 soatda to'ladi uy sharoitida. Medlenniyda esa 13-12 soatda to'ladi. Mashinamizni birdan bagaj qismidan boshlayman. Bagaj qismini ko'rsatib o'ting. Bagaj qismi 440 litr tashkil qiladi umumiy hajmi. Bu yoqda mana 7 kilovatlik zaryadchiklari mavjud. Bu yoqda esa mana bu balon uchun tukaylari va o'zini komplektatsiyalari bor. Bu yoqda ключlari, mana ключlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Va buni mana bu yoqda 1,5 kilovatlik zaryadkasi ham mavjud. Mana bu uy sharoitida to'ldiradigan yoki tog'larga ketganda shu zaryadchikni olib yursangiz, bemalol 220 ga qo'yib zaryadka qilib ketsangiz bo'ladi. Umuman olganda zaryadlash muammo emas. Tok bo'lsa bo'ldi. Shunday. Hozirgi kunda o'zi hamma tumanlarga, shaharlarga, chetga chiqayotgan joylarga ham o'sha zaryadchik portlari qo'yilgan. Zaryadchik stansiyalari bor. Mashinamizda zadniy kamerasi mavjud. Mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bu mashinamiz restyling yangilangan BYD E2 varianti. Bu yerda yozuvni ko'rishingiz mumkin va monoqoshlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Neobычный usulda ishlab chiqarilgan mashina va juda ham budjetli mashina hisoblanadi. Bu yoqda esa mana bu aytib o'tganimdek, bistri zaryadka joyi. Endi mashinani salon qismini bir ko'rsatib o'ting. Mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsak, maksimal tezligi 160 km/soatni tashkil qiladi. Ot kuchi esa 95 dan tashkil qiladi. Hozir mashinamizni zavod qilib, men programmalarini, ichki funksiyalarini birma-bir ko'rsatib o'taman. Bu yerda bespirodniy zaryadchiklari bor. iPhone'ingizda yoki Samsung 22 Ultra'larni qo'yganda bu yoq zaryadka oladigan joyi. Kaltni endi xohlagan joyga qo'yib qo'yasiz. Keyin bu start stopda zavod bo'ladi. Tormozni bosasiz va mana start stopda bosganda bu mashinamiz o'zi zavod bo'ldi. Mashinamiz umuman ovoz eshitilmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda ruliga keladigan bo'lsa, multi rul hisoblanadi. Bu yoqda mana cruise control mavjud. Bu yoqda multimediani boshqaruvchi funksiyalari mavjud. Mashinamizda keyin mana tablosiga qarasak, bu yoqda necha kilovatni, masalan, mashinamizning batareyasi 43,2 kilovatlik kilovat dvigatel tashkil qiladi va bu yoqda necha kilometrga zaryadkasi qolganlarini ko'rsatib o'tadi mashinamizda. Keyin mashinamizda 3 xil rejimda ishlaydi. Sport, Eco
normal rejimlari mavjud mashinamizda va rechaklari ham kristal usulda ishlab chiqarilgan. Bunda zadniy neytral drive va parkovkani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda esa mana klimat kontrolni boshqarib ketishingiz mumkin. Men ekranni ko'rsataman. Monitorlari ham juda chiroyli joylashgan. Monitorlari 12.7 dyumli monitor hisoblanadi. Monitorda mana o'zingiz qo'lingiz bilan boshqarib ketasiz. Xohlagan masalan gradusga qo'yib, konditsioner pechga qo'yib boshqarib ketishingiz mumkin. Bu 3 bosqichli konditsioner tizimi mavjud. Buni xohlasangiz tepaga, xohlasangiz mana bu oyoq tagiga bu sovutish, isitish tizimlarini qo'yib, o'zingiz xohlaganingizga qulaylikka ega bo'lib ketishingiz mumkin bo'ladi. Keyin mashinani Bluetooth ulab olasiz. Shu YouTube nima hamma narsani shu yerdan boshqarib ketsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda radiolari mavjud. Mana funksiyalari, telefonda qanaqa funksiya bo'ladigan bo'lsa, bu mashinada ham xuddi shunaqa funksiyalari mavjud. Bu yoqda mana kamerasi bor, kameralari bor. Hamma funksiyamiz shu mashinada bor. Navigatorlarimiz nima desangiz shuni topasiz. Keyin mashinamiz zamonaviy nima kerak bo'lsa hamma narsa bor shunda. Albatta, mashinani xarid qilganingizdan keyin mashinani saloniga jihoz qilay deb ovora bo'lib yurmaysiz, chunki BYD kompaniyasining o'zida ham budjetli, lekin ham juda sifatli qilib ishlab chiqarilgan. Ko'jalariga ham qaragan bo'lsangiz, sifatli eko ko'jalardan ishlab chiqarilgan. Bu terlatmaydi, perforatsion ko'jalar hisoblanadi. Monitorlari vertikal aylanadi. Xohlasangiz to'g'riga qilib, kattaroq qilib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz bu yonboshiga qo'ysangiz bo'ladi. Keyin mana bu barini ko'rsatib o'ting. Mashinamiz hatchback ko'rinishida ishlab chiqarilgan, bari ham keng ancha. Ichki dizayni chiroyli ishlab chiqarilgan. Bu yoqda elektron oynalarni ochib yopuvchi funksiyalari mavjud. Va har doimgidek mashinada oynasini ochganingizda bunda chiroq yo'q ekan. Boshqa nimalarda, BYD One applarda, BYD Sigularda oynasini ochganingizda bu yerda chiroq yonadi. Yeikida yo'q. Mashinamiz orqa tarafini ham ko'rsatib o'ting. Orqa tarafiga o'zim alohida to'xtalib o'taman. Mashinamizni keyin bir bosamiz, o'zi avtomatik o'chadi. Mirjalol aka, bu hozir men rulga o'tirganimda bu signalni o'zimga moslashtirib oldim. Meni bo'yim 1.70. Hozir men tepamda bir qarich joy turibdi va oyog'imga ham bir qarich joy turibdi. Bu o'zimga moslashtirib orqaga yotqizgan holatimda. Normal holatda mana bu yerda deyarli 2 qarich joy mavjud. Shahar ichiga juda ham yaxshi va taksi qiladigan akalarga ham tavsiya qilib qolaman bu mashinani. Hozir bu salonni obzor qilib bo'lgandan keyin men qancha tok ketishi, qancha pul ketishini hozir hammaga hisoblab beraman. Bu mashinada bemalol 3 kishi ketishi mumkin. Kengish mashina. Endi hozir summalarni bir hisoblab beraman. BYD mashinamiz hozirgi kunda narxi 224.500.000 so'm tashkil qiladi. Men dollarda emas, so'm hisobida aytyapman, chunki ko'pchilik obzorlarga chiqqanda nimaga dollarga aytasiz, nimaga so'mni aytmaysiz deb ko'pchilik aytishadi. Shuning uchun men so'm hisobida bugun sizlarga aytyapman. Yana ham bu mashinani Ramazon oyi uchun biz skidka e'lon qilganmiz. 220 million so'mni o'ziga mashinani xarid qilib ketishingiz mumkin. Ya'ni 4,5 million so'm mashinaga chegirma e'lon qilganmiz. Undan tashqari, chegirmadan tashqari bu mashinamizda ikkita zarachklari va poliklari ham mavjud. Bular zavodskoy o'zida kelgan narsalari. Biz ularni olib qolmaymiz. Albatta mijozlarimizga qo'shib beramiz. Mashinani ikki xil holatda xarid qilish mumkin mijozlar. Mijozlarimiz masalan yuridik yoki jismoniy shaxslar bo'ladigan bo'lsa, masalan ishlamaydigan mijozlar shaxslar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni jismoniy shaxslar bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovga 55 million so'm to'lab, mashinani bir kun ichida avtokredit orqali olib ketishlari mumkin. Agar rasmiy ish daromadga ega bo'lgan mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mashinaga boshlang'ich to'lov 44 million so'm to'lab olib ketishlari mumkin bo'ladi. Oylik to'lovlari haqida shu raqam qoldiramiz. Pastdagi raqamlarga telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi do'stlar. Ulgurib qolinglar, aksiyadan foydalanib qolinglar do'stlar. Aksiya qilganmiz, aksiyadan foydalanib olishsa, bunaqa mashinalarimiz ham bor. Xudo xohlasa, nalichga qarang, endi bu ikkini
har xil pozitsiyalar bor, to'g'rimi buni? Yo'q, bu Y2da bitta pozitsiya bo'ladi, restyling varianti bo'ladi. Bu yangilangan varianti bo'ladi. Bu yangilangani bu. Yangilangan buni bitta pozitsiyasi bo'ladi. Faqat ranglardan farq qiladi. Hozirgi kunda bizda sotuvda mavjud bo'lgan ranglarimiz shu mokri asfalt. Agar kimgaga oq ranglari yoki boshqa ranglari kerak bo'ladigan bo'lsa, uni zakaz holatida olib kelib ham beramiz. Undan muammosi yo'q. Rangida muammosi yo'q. Yo'q, rangida muammosi yo'q. Sumalari bir xil bo'ladi. Zakaz holatida olib kelib beramiz mashinamizni. Keyin masalan, agar mijozlarimiz masalan Spark yoki Matiz haydab yuradigan xalqimiz bo'ladigan bo'lsa, masalan kuniga benziniga, metaniga masalan eng kamida 160 ming so'm xarajat qilishadi. 400 kilometr yurish uchun bu ya'ni endi bir kun emas, 400 kilometr yurish uchun eng kamida 150 ming so'm, 160 ming so'm xarajat qilishadi. Bu mashinaga esa uy sharoitida 220 ga zaryadkaga qo'yadigan bo'lsangiz, 43 kilovatga 15 ming so'm xarajat qiladi mashina. 15 ming so'm bilan siz 400 kilometr masofani bemalol bosib o'ta olasiz. Yoningizda deyarli 160 ming so'm agar xarajat qilsangiz bunga 400 kilometr uchun 145 ming so'm o'zingiz yoningizda qoladi. Xullas qalin ekonomishni bo'lsa. Ekonomishni, ya'ni masalan mashinalar oylik to'lovlari masalan 3,5-4 millionga yaqin chiqadigan bo'lsa, shuni tengarimni xuddi o'zlari to'lab qo'yganday o'zlarini his qilishlari mumkin. Chunki hisob kitobini olishadi. Masalan 4 mingda 5 mingdan o'zi masalan Gentra'larga yoki Matizlarga moy almashtiriladi. Bu mashinaga esa 40 ming 30 ming yurgandan keyin korobka moyini almashtirasiz bo'ldi. Bu taraflama hisob kitob qilishganda mijozlarimiz deyarli bu mashinani olsalar, o'zlariga ancha budjetlariga foyda qilgan bo'lishadi. Hurmatli Mirjalol Media YouTube kanali obunachilari, yana ham batafsilroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Dream Drive Termiz avtosalonida barchangizni kutib qolamiz. Manzilni bir tushuntirib o'taman. Manzilimiz Ekometan ro'parasida, Indindan kelaverishda joylashgan, makonni birinchi etajda.